Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Hozir men sizga Sadriddin Ayniyning juda qiziqarli asarlaridan biri Sudxo'rning o'limi asari haqida gapirib bermoqchiman. Yozuvchi, olim va jamoat arbobi Sadriddin Ayniy 1878-yili Buxoro viloyati G'ijduvon tumanida tug'ilgan. Sadriddin Ayniy 20-asr o'zbek va tojik adabiyoti taraqqiyotida sezilarli iz qoldirgan katta so'z san'atkorlaridan biri hisoblanadi. O'zbek va tojik adabiyoti taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan yozuvchilardan biri bu Sadriddin Ayniydir. Ayniy adabiyot olamiga dastlab inqilobiy ruhdagi she'rlari bilan shoir sifatida kirib keldi. So'ngra noshir, olim, publistik sifatida faol qalam tebratib, o'zbek, tojik, rus olimlarini nazariga tushdi. U ba'zi asarlarini o'zbek tilida, ba'zi asarlarini esa tojik tilida yaratdi. Shuning uchun ham Sadriddin Ayniy Zullistonnayn ijodkor nomini oldi. Sadriddin Ayniy Buxoro madrasalarida tahsil olgan yillarida sifli, muhtoji va jununiy kabi turli taxalluslar bilan dastlabki she'rlarini yozdi. U 1896-yilda ilk bor Ayniy taxallusi bilan ijod qila boshlaydi. Sadriddin Ayniy 1939-yilda Sudxo'rning o'limi asarini yozadi va bu asar 1946-yilda o'zbek tilida nashr qilindi. Yozuvchi Sudxo'rning o'limi asarini 1953-yilda qayta ishlab, unga bir qancha yangi obrazlar kiritdi. Sudxo'rning o'limi hajviy qissasi uning nihoyatda mahoratli satirik asarlaridan biri. Undagi qori ishkamba obrazi jahon adabiyotidagi Plyushkin va Gobsek kabi obrazlar bilan bir qatorda turadi. Asar bir necha chet tillarga tarjima qilingan. Boylik, mol dunyo nafaqat ko'zini, balki butun ongi shuurini egallab olgan ishkamba obrazi qarashlari, atrofdagi odamlar va yashayotgan muhitiga munosabati kitobxonni kulgisini, g'azabini, ko'pchilik hollarda esa chin dildan ham rahm shafqat tuyg'usini uyg'otadi. Ayniy Sudxo'rning o'limi qissasida betakror adabiy tip qori ishkamba obrazini mahorat bilan yaratdi. Qori ishkamba tipidagi mukammal obraz Ayniyning boshqa birorta asarda uchramaydi. Qissa markazida 19-asrning oxirlari va 20-asr boshlaridagi ijtimoiy-siyosiy hayot vujudga keltirgan butun borliq xususiyatlari bilan masxaraomuz namunasi bo'la oladigan obraz turadi. Bu qori ishkamba obrazidir. Qori ishkamba xalq orasida pul, mol dunyo desa o'zini tomdan tashlashga ham tayyor turadigan, yemasdan, ichmasdan, kiymasdan, faqat pul bandasiga aylangan, butun hayotining ma'nosini chaqama-chaqa yig'iladigan pulga olib borib bog'laydigan, faqat o'ngida emas, balki tushida ham pul ko'radigan, yaqin yiroq qarindosh urug'lari bilan muomalada ham xayoli chaqa va tanga bilan band bo'ladigan yirik bir tipdir. Qissada ishkamba so'zi shunday izohlanadi. Qori ishkamba haqiqatdan qiziq bir nom. Hayvonlarning oshqozoni ishkamba deydilar. Qanday munosabat bilan odamga ishkamba nomi berilgan? Bu taajjubni u do'stimga aytib, undan izoh so'radim. Do'stim tushuntirib berdi. U odamning nomi Qori Ismat, ammo ba'zilar Qori Ismati ishkam, ba'zilar Qori Ismati ishkamba va ba'zi birlar qisqartirib Qori ishkamba deydilar. Buning sababini bilmayman, lekin ajab emaski, u odamning qorni juda katta bo'lganligidan shu laqabni uning nomiga qo'shgan bo'lsalar-u, bora-bora laqab nom o'rniga o'tib qolgan bo'lsa kerak. Qori ishkamba xarakterida haddan ziyod isqirtlik, pastkashlik, mubolag'ador, satirik tasvir bo'rtib ko'rinadi. Jumladan uning mablag'ini qo'ygan bankka borib qandni to'latib choy ichadi. Hujrada yashovchi talabalarning oshiga sherik bo'ladi. Tavaqdoshi oshdan bir chuqum olsa, u panjagadek qo'li bilan 4 marta osh oladi. Kambag'al qandfurushlarning qandini surbetlarcha yeydi. Sartaroshning oldiga kirib, boshimning o'rtasida sochim yo'q, kalman deb kam haq beradi.
uning ikki xotini ham qarz hisobiga undirilgan boylarning qizi, ikkalasi ham tekinga kelgan. Xotinlarining chirog'idan olovini tashtirib oladi. Qori Ishkambaning ikki xotini otalari ruhini shod etib Qur'on o'qimoqchi bo'lsa, ularni bu marosimdan ham foyda olishga urinadi, foydani oladi ham. Bunday hayotiy lavhalar kitobxonni kuldiradi. Qori Ishkambaga nisbatan ihtizo, kinoyaviy, tanqidiy munosabat kuchayadi. Kitobxon uning hurmatcha qiliqlaridan jirkanadi va qattiq nafratlanadi. Sadriddin Ayniy islomiy e'tiqodi umrining oxirigacha nihoyatda kuchli va o'zgarmas bo'lib qoldi. Ehtimolki, islomiy e'tiqodi butun bo'lgan Ayniydek adabiy shaxsiyatiddin ahkomlarini sudxo'rlikning juda katta gunoh va illat ekanini chuqur anglaganlari uchun ham sudxo'rning o'limidek mumtoz qissa yarata oladilar. Sudxo'rning o'limi qissasiga asos bo'lgan voqealarning Buxoro madrasalari va uning nimqorong'i, sovuq, zax hujralari va talabalari hayotidan olib yozilganligiga izoh berilgan. Kuzatib turganimizdek, Sadriddin Ayniyning Sudxo'rning o'limi qissasi avvalo O'rta Osiyo xalqlarining jonli hayotidan, Buxoro tarixidan 19-asr oxiri va 20-asr boshlaridan olingan. Unda tasvirlangan voqealar va obrazlarning aniq hayotiy asoslari bor. Sudxo'rning o'limi qissasidagi juda ko'p sahnalarda kambag'allarning boylar, sudxo'rlar, noiblar tomonidan aldanishi, kalavaning uchi ko'rinmaydigan boshi ber ko'chalarga kirib qolganligi juda mahorat bilan yoritiladi. Xulosa qilib aytganda, Sadriddin Ayniy ijodining asosiy yo'nalishlari tahlil qilinar ekan, u publitsistik sifatida dolzarb tarixiy masalalarga oid maqolalar yozgan. Tarixchi, sharqshunos, adabiyotshunos va tilshunos olim sifatida fanning ko'p sohalarida tinimsiz izlanishlar olib borgan. Sadriddin Ayniy O'zbekiston va Tojikistonda ilmiy fan va madaniyatning rivojlanishida, kadrlar yetishtirishda o'zining munosib hissasini qo'shgan. Sudxo'rning o'limi asari keng kitobxon ommasiga mo'ljallangan. Siz kitobxonlarga ham ushbu asarni o'qishga tavsiya etamiz.